Yo'q, men qizim bermayman, tamom. Qizini so'kib nima qilsin? Sharoit bersinmi qizingizga? Qizingda fahm, farosat bo'lmasin. Sharoit beradi meni. So'kadi endi er bo'lgandan keyin. Ha qizimni bitta tarsaki urib kiyovim deydi bitta qaynota. Aka necha yil bo'ldi yashaganingizga? 30 yil bo'ldi oila qurganim. Aka o'zimiz o'tiribmiz bir 5000 marta turgan bo'lsa kerak. Xotinlar desa, ha to'g'ri deydi. Ko'ryapsizmi? Qizing betarbiya bo'lgandagi nima qilsin? Unga tushib beradimi kuyov bola unga? Ha siz endi zo'r eslaysiz, so'ramasdan ko'chaga chiqib ketibsiz. Keling, men sizga murojaat qilib unga tushib beraman deydi. Er deb o'ylang, er xo'jayin, ar-rijol qawwamun 'alan nisa, erkaklar ayollarga xo'jayin deb qo'ydimi Xudo? Bekorga onalarimiz xo'jayin, nima ovqat qilaydi deb so'ragan onalarimiz. Men necha marta eshitganman o'zim. Ovqat qilishini so'ragan, osh qilaymi, sho'la qilaymi, bo'tqa qilaymi, nima qilaydi? Ha bugun ko'chaga chiqishini so'ramasa, bozorga borishini so'ramasa